Assalomu alaykum azizlar, hurmatli trader do'stlarimiz. Bu sizlar bilan birgalikda brokerlarni sizlardan ko'radigan daromadlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu komissiya. Brokerlar komissiyani ikki xil yo'l bilan olishi mumkin. Birinchisi fiksal komissiya, ikkinchisi o'zgaruvchan komissiya. Fiksal komissiyada siz qaysi aktivda ishlashdan qat'iy nazar har bir lot uchun belgilangan daromad turi bor. Ular uchun daromad, biz uchun minus. Deylik, bir lot uchun $10 to'laysiz. Ayni mana shu fiksal komissiya deyiladi. Agar siz lot hajmini 10dan 1ga tushirsangiz, ya'ni 0,1 lotda ochsangiz, bu bitim uchun siz 10dan 1 komissiya, ya'ni $10 ni 10dan 1ni to'lashingiz kerak bo'ladi. Bunday komissiya miqdori $1 ni tashkil etadi. Bu fiksal komissiya edi. Endi o'zgaruvchan komissiya qanday? O'zgaruvchan komissiya har bir aktiv uchun alohida olinishi mumkin. Misol uchun deylik, out paralari uchun bir lot ochsangiz $5 dan komissiya to'lashingiz mumkin har bir lot uchun. Deylik, USD bilan boshlanadigan paralar uchun komissiya $7 bo'lishi mumkin har bir lotga. Deylik, frank paralar uchun komissiya har bir lotga $8 bo'lishi mumkin, $10 bo'lishi mumkin. Bu brokerni o'z ichki qoidalaridan kelib chiqib o'rnatiladigan komissiya hisoblanadi.